Assalomu alaykum. Yana efir orqali juma oqshomida Muloqot telekanali Adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvi xonadoningiz mehmoni. Albatta, Sayfiddin Sayfulloh domlamiz boshchiliklarida bu galgi Adabiyot kechalari ko'rsatuvimiz Navoiy ijodida ustoz haqqi mavzusida davom etmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizni ham ushbu mavzuda davom ettirib, sizlarning xonadoningizga ma'naviy hordiqni ulashamiz azizlar. Marhamat. Alisher Navoiyning Sadd Iskandariy dostonida bir hikoya keltiriladi. Luqmon Hakimdan so'rashgan ekan, siz buncha ilmni kimdan o'rgandingiz? U kishi javob bergan ekanlarki, men shuncha ilmni adabsizlardan o'rgandim, beadablardan o'rgandim, johillardan o'rgandim. Chunki hayotda ular nimaiki qilgan bo'lsa, men uni teskarisini qildim. Johillar qilgan ishni teskarisi demak to'g'ri bo'lar ekanda. Shunga o'xshagan juda chiroyli bir javob bergan ekanlar. Endi biz olimlar haqida gapiramiz, ustozlar haqida gapiramiz. Lekin bu ustozlar ham rang-barang bo'ladi. Ustozlar ham rang-barang bo'ladi, shogirdlar ham rang-barang bo'ladi. Hazrat Navoiyni Lisoni Tayr dostonida bir hikoya keltiradi. Xurosonlik deydilar, ya'ni Qaraqoniy degan shayx o'tganlar, u kishi Naqshbandiya tariqatidagi ulug' shayxlardan birlari. U kishini qoshiga o'z suluk va toatidan noumid holda bir murid kirib keldi deydi va shunday deydi. Iblis menga ko'p hunarlar ko'rsatib, ko'nglimga har ishda yo'lto'sarlik qilmoqda. Qalbimga vasvasalar solyapti deydi. Undan namozimga qusur, qilgan barcha tasbihlarimga 100 xil futur yetmoqda deydi. Komil murshid unga shunday javob bergan ekanlar. Ey zulmkor, jabring tig'i bilan shaytonning ko'nglini yaralading degan ekanlar. Haliki shogirdga har tarbiya yaralading. U ham sening ustingdan shikoyat qilib, jabru zulming haqida har xil so'zlar aytdi deydilar menga. U san haqingda aytdiki, menga haq avvaldan makr bilan kishilar holini tang qilishni qismat etgan. Shayton aytdi, endi menga Alloh taolo insonlarni yo'ldan chiqarishni menga qismat qilib bergan, taqdir qilib bergan. Meni ishim shu, odamlarga dushmanlik qilaman debdilar. Men odamlarni isyon sari boshlab boraman. Ularni nuqson vodiysiga yetaklayman. Sen shunday bir murid tarbiya qilibsanki, unda bu sifatlar mendagidan ham ziyodaroq, ortiqroq degan ekan. Har qachon odamlarning eng yomoni bo'lgan ushbu muridning oldiga kelib, ko'ngliga biror bir vasvasa solishni xohlasam, iroda qilsam, menga maqbul tushgan har qanday yomon ish bilan uning ko'ngli oldindan mashg'ul bo'ladi. Qarang. Hatto mening xayolimga kelmagan iflos ishlar ham uning xotirida mahkam o'rnashib olgan bo'ladi. Shayton haligi muridning qalbi haqida aytayaptiki, qarang, hatto meni xayolimga kelmagan yomonliklar, iflosliklar uni xotirida saqlanib turadi, uni qalbidan o'tib turadi debdilar. Shayton endi haligi Qaraqoniy muridga aytdilarki, shayton sening haqingda ushbu gaplarni aytib, bizga ko'p tahsinlar o'qidi. Shu makr va hiyla nayranglaring uchun senga ham ko'pdan ko'p rahmat. Chunki shaytonning o'zi ta'lim bergan piringada endi ustozingga rahmat deb aytib ketdi. Ya'ni murid, shayton menga tuhmat qilibdi. Aslida uning o'zi meni yomon ishlar tomon rag'batlantiradi, yomon ishlarga meni yo'llaydi dedilar. Endi shayx bu shaytonning ham gapini eshitgan, muridning ham gapini eshitdi. Albatta bu kishi sohibi valoyat, sohibi basirat, masalani asl mohiyatini juda yaxshi tushundilarda, muridga qarab aytdilarki, juda yaxshi ish qilib, sen shayton bilan talashmoqdasan. U haqiqiy shayton bo'lsa,
Sen insonlarni shaytonisan demoqchilar-da. Men esa oralaringizda uzringizni eshitib, hukm chiqaruvchi hakam bo'ldim. Senga ham shaytondan 100 marta uyat bo'lsin deb haligi muridlariga javob bergan ekanlar. Endi bu yerda albatta qissadan hissa shuki, ustoz har qancha ilmli, taqvodor, avliyo bo'lsa ham gohida uni mana shunday shayton sifat shogirdlari, muridlari ham bo'ladi. Ya'ni muridlarning, shogirdlarni hammasi ham bir xil bo'lmaydi. Ularning ichida demak, haligi shayton sifat insonlar, shayton sifat shogirdlar ham bo'ladi deb haligi hikoyada keltiriladi. Xullas kalom bu ustozlarda haqqi, ustozlarda ishi shu bo'lar ekanki, demak shogirdlarni hamisha yaxshilikka boshlash, ularga to'g'ri ta'lim berish, ularga ilm berishdan qizg'anmaslik, ilm yo'lida baxillik qilmaslik. Chunki dinimizda ilmni yashirish, ilmni birovga bermaslik, baxillik qilish, uni man qilish bu to'g'ri emas, bu harom hisoblanadi. Shu bois ham Hazrat Alisher Navoiy Arba'inda bir hadisni keltiradilar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz domlalar, hazrat domlalar xush kelibdilar. Bu Arba'inda hadis-i sharifda A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Al-ilmu la yahlidu man'u deb hadisda sharhlayaptilar. Man qilishlikda aytayaptilarki, bu yerda chiroyli qilib Alisher Navoiy rahmatullohi alayhi qaddasallohu sirruhul abyot yozibdilar. Ey xirantvand olimiki sanga ilmdin ro'zi ayladi soni. Alloh subhanahu va taolo ey talab ilm senga bir donishmandlik ilmi fayzini beribdiki deyaptilar. Kishi o'rgansa qilmag'il mahrum yoki naf olsa bo'lmag'il moni. Kimda-kim seni eshigingga taqillatib bir ilm olishlikka kelsa yoki seni bir yozgan kitoblaringdan yoki bir narsalaringdan bir manfaatdor bo'ladigan bo'lsa, buni yo'liga to'g'anoq bo'lib to'smagin debdilar. She'rda bir ajib hikoyani aytib bersam ustoz Yorqinjon domla alayhi rahmatning so'zlaridan eshitgan edik. O'tmish yuqori Hindiston diyorlarida yashab istiqomatda o'tgan ajib ustoz zotlardan, vali zotlardan Ashraf Ali Tohanaviy rahmatullohi alayhi hayoti toyibalarda bo'lib o'tgan bir voqea. Bir kun u zot uylarida dastlab ilmlarida bir o'rtacha bir nihoyasiga yetib kelib, hayot qurib, ro'zg'or qurg'ab, bir qishloqda qo'noq topib turgan mahallalarda, alpozlarida eshiklar taqillab qopti, ertalab saharda. Sahar eshik taqillab qopti. Chiqsalar bir navqiron yigit turibdi ekanda. Assalomu alaykum ustoz, shunaqa biz siz oldingizga ta'lim olgani keldik debdilar. Ta'lim olgani keldigida shu ozgina bizga ta'lim bo'lsangiz debdilar. Ustoz bo'lsangiz desalar, hali bolani qarab turib Hazrat Tohanaviy alayhi rahmat aytibdilarki, bu debdilar, o'zimni qornimni o'zim zo'rg'a boqayotgan bo'lsam debdilar. Buni hozir buni uyga olib kelib ta'lim berishlikka kirgizib olsam-ku, buni qonni qanaqa to'g'azaman debdilar. Deb turib, bolam debdilar, sen hozir uyingga borib tur, hozir men senga ta'lim beradigan fursatim yo'q debdilar. Deb u bolani jo'natib borib eshikni yopib uyga kirganlaridan keyin hali hadis bor. Kimda-kim olim bo'lib, o'sha olimligidan, ilmidan birovlarga ma'rifat qilib uzatmaydigan bo'lsa, jahannamda jugan bilan juganlasin degan hadis bor. Shu hadis izlariga kelib ketibdilar-da, yugurib chiqibdilar ko'chaga. "Voy bolam, to'xta, baqa kel" debdilar. Chaqiribdilar-da, "Bolam, kelaver, dars beraveraman senga" deb uyga kirgizibdilar. Uyga kirgizib tursalar, shu kecha gapimiz, suhbatimiz cho'zilib qoladi ozgina. Shu yerda Hazrat aytayapti ekanlarki, o'zi bu qishlog'imizda bir bidiyat qilib olishgan odamlar tarafidan bir bidiyat qilib olishgan deydilar. Shu u amal shunaqa amal ediki, xonadondan bir kishining xonadonidan bir kishi o'tib, otasi yo enasi o'tadigan bo'lsa, shu xonadon sohibi 40 kungacha uydan issiq ovqat chiqarib turishlikka shunaqa bir urf qilib olishgan ekan. Qarang. Men deydi, haligi boya talaba ilmni uyga olib kirdim-ku deyaptilar. 1 soat, 1,5 soat vaqt o'tgandan keyin ish taqilayapti deyaptilar. Hazrat ish taqilayapti ekanlar. Chiqsalar bittasi bir kos ovqat ko'tarib turgan. Ta'sir shu enam o'lib qoluvdi-ku, shu ovqatni olib keldim debdilar. O'zi deydi, buni deydi, 40 kungacha bu bidiyat deydi, qarab bilib turibman deydi. Buni qaytarishim kerak deyaptilar domla Hazrat. Lekin deyaptilar, bu odamlar tomonidan ba'zi bir qilingan bidiyatlar ham
insonlar shu manfaat uchun xizmat qilib qolyapti deyaptilar. Haligi menga xush keldida, buni bolani taomi darrov tayyor bo'ldi dedilar. Kirgizdim dedilar. Peshinga borgandan keyin eshik taqiladi dedilar, yana bittasi ovqat ko'tarib turibdi. Ta'sir sinib o'tib qoladi, shunga 40 kungacha ovqat kirgizib tursam debdilar. Keyin ha mayli bo'lmasa deb uni ham olib kirdim dedilar. Yana 40 kun sekin kunlar uzayib dedi, allaqa kunlar o'tib boryapti dedi, 40 kun yaqinlashib qoldi dedilar. Yana hali bola rizqisi dedi, kafili menga dedi gardanimga tushyapti dedilar. 40 kundan keyin bittasi o'tib qoldi dedilar joyda. 40 kundan keyin bittasi o'tib qoldilar. Keyin shu 2 marta 3 marta alpozda shu 40 kun ichida ikkita odam o'tgandan keyin Hazrat Ashraf Ali Tog'onaviy alayhissalom to'plab odamlarni, haloyiq debdilar. Biz o'zimizni haddimizni bilib debdi. Mana bu talabaga debdi bir so'mdan pul yig'ib bermaydigan bo'lsak debdilar. Bu qishloqni qirib oladi bu bola pushtirsa debdilar. Hazrat keyin o'zlari bilib bir so'mdan berdilar dedilar. Agar dedi Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmini berishlik uchun bo'lsa dedi, qishloqni qirib bo'lsa ham bitta olimni yarataman deyapti-da. Qarang shu yerda. Qarang. Ta'limni shunchalik bo'lsa o'rgatinglar deyaptilar-da. Sizlarning eng yaxshilaringiz jon nisor qilib ana, jon nisor qilib bo'lsa ham. Jon nisor qilib, chunki shariatda g'orro bu ilm olish kerak, ilmni ma'rifatulloh Xudo taolani tanitish kerak-ku axir odamlarga. Shunga ishora qilyaptilar-da. Endi bu yerda 40 yillarda Alisher Navoiy bobomizlar ajib shunaqa bir sharhlagan ekanlar. Rahmat. Endi ilm haqida gapirganda ilmi laduni haqida ham gapiramiz. O'zi ilmi laduni nima deganda G'iyosul lug'atda aytishgan ekanki, vahiy bu ilmi laduni bo'ladi. Payg'ambarlarga keladigan vahiy, avliyolarga keladigan ilhom bu ilmi laduni bo'ladi. Mo'minlarga beriladigan farosat bu ham laduni bo'ladi. Mana shu 3 ta narsa G'iyosul lug'atda ilmi laduniyni tashkil etadi deb aytdilar. Endi haqiqatdan ham insoniyat tarixida juda ko'p olimlar o'tgan. Mana shu olimlar orasida o'zini yoshlikdan o'sha ilmi bilan, laduni ilmi bilan ustozlarni ulug'ladi, qoyil qilgan shaxslar bo'lgan, ulug' zotlar bo'lgan. Shulardan birlari o'sha Hazrat Navoiy Nasoimul Muhabbatda nomlari keltirilgan Imom Shofiy rahmatullohi alayh. Mana shu Nasoimul Muhabbatda o'sha mazhab asoschisi Ahmad Hanbal rahmatullohi alayh bilan Imom Shofiy hazratlarining o'rtasidagi bir voqealarni u kishi asarlarida yoritib berganlar. Buni hozir mana Abdul Aziz bu haqda bir gapirib beradi. Hazrati Mir Alisher Navoiy Nasoimul Muhabbat asarlarida Imom Shofiy haqlarida juda bir ajib gaplarni aytganlar. Jumladan aning fazlu kamoli va studi hisoli sharhida qalam ojiz va qalamzan mutahayyirdir. Ya'ni u kishini fazlu kamoli va fazilatli hislatlari sharhida bizning qalam ojizdir va qalamzan, ya'ni o'zlarini aytayaptilar. Biz u kishini fazlu kamollarini ta'riflashda hayratlangan bir kishimiz deyaptilar. Ul nimalar manquldirki, Bani odam jinsidan aql muhol tutar. Ya'ni u kishidan shunday naqllar kelganki, insoniyat aqli ko'tara olmaydi. Uni mahol tutadi deyaptilar. Va 13 yoshda dediki, mendan istaganingizni so'rang. Va 15 yoshida fatvoga javob berib tur deyaptilar. Imom Ahmad hazratlari jahonning imomidir va u 300 ming hadis yodida tutar. Va aning shogirdligiga keldi va aning g'oshiyasin eginiga ko'tardi. Ya'ni Imom Ahmad hazratlari jahonning imomi bo'lib turib, 300 ming hadis yodlab turib, u kishini Imom Shofiyni yonlariga kelib, u kishiga shogirdlikka tushdi. Va aning g'oshiyasini eginiga ko'tardi deganlarki, ya'ni shogirdlar ustozlarni ust kiyimini, cho'ponini, to'nini ko'tarib xizmat qiladilar-ku, xuddi mana shunaqa xizmatda bo'ldilar Imom Shofiyning yonlarida deyaptilar. Jami anga e'tiroz qildilarki, bu manzilat va bu buzruklik bilan bu go'dakka muncha ta'zim qiladir va mashoyixu ustozlar suhbatini tark qiladir. Ya'ni jumlalar barcha haloyiq e'tiroz qildilarki, Imom Ahmad hazratlariga bu manzilat, ya'ni bu maqom bilan, bu buzruklik bilan, ya'ni bu buyuklik bilan bu yosh go'dakka muncha ta'zim qiladir va ustozu mashoyixlari suhbatini tark etib, buning suhbatini tutadir deyapti. Ya'ni xalq e'tiroz qilibdi mana shunday. Hazrat Imom Ahmad dediki, har neki bizning yodimizdadir, ul ma'nisin biladir. Ya'ni biz yodlagan har nimaniki
u kishi ma'nosini biladi deyaptilar. Agar biz aning suhbatiga yetmasak erdik, eshikda qolib erdik. Ya'ni biz u kishining suhbatini tutmasak edi, ilm shahrining eshigida, poygagida qolib ketardik. Ichkariga kira olmasdik deyaptilar. Imom Shofiy hazratlari debturki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam voqeada muborak og'zi suyini mening og'zimga soldi. Ya'ni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Shofiyning tushlariga kirib, muborak og'iz suylarini Imom Shofiylarning og'zlariga solibdilar. Va andoqki og'zimga va ernimga, ya'ni labimga va tilimga yetishdi ularning muborak suylari. Va dedi: "Borki, Tengri Taolo senga barakot bersin." Va hamul soat Amirul Mo'minin Ali karramallohu vajhahu uzugun barmog'idan chiqarib mening barmog'imga soldi. To nabiy valiylarning ilmi menga siroyat bo'ldi, siroyat qildi deb aytibdilar. Hazrati Ali karramallohu vajhahu o'zlarining barmoqlaridan uzuklarni yechib, Hazrati Imom Shofiyni barmoqlariga taqib qo'yibdilar va Imom Shofiyga nabiylarni va valiylarning ilmlari o'tibdi mana shunaqa qilib. Hazrati domlamiz Sayfiddin Sayfulloh domlamiz so'zlarida aytib o'tdilarki, ba'zida ustozlar ham shogirdlar ham rang-barang bo'ladi deyaptilar. Ustozlarning mana bunday yosh kichigi va shogirdlarning mana bunday yosh kattasi ham uchrab turar ekan. Haq taolo barchamizga nasib qilsinki, yosh kattadir, yosh kichkinadir ustozlarimizning xizmatlarini qilib, duolarini olib, roziliklarini olishimizni. Rahmat. Yusufxon aka, siz hayotda ko'p ustozlarni ko'rgansiz. Ko'p ulug'larni ko'rgansiz. Ko'plarning duolarini olgansiz. Xizmatlarni qilgansiz. Bu haqda biz ancha suhbatlashganmiz. Sizning ma'lum bir tajribalaringiz bor. Xususan Mashrabni, Bobo Rahim Mashrabni yaxshi ko'rasiz. Endi Bobo Rahim Mashrabni hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. Lekin Yusufxon aka shu Bobo Rahim Mashrabni muxlislaridan, muhiblaridan shu Mashrab qissasini, Mashrab baytlarini juda yaxshi biladilar, yod biladilar. Mana bugungi mavzu ustozlar haqida, shogirdlar haqida bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bizni yoshlarimiz uchun, bizni farzandlarimiz uchun, kelajagimiz uchun bu ustoz va shogirdlik munosabatini yoritish juda ham muhim. Juda muhim. Shu bois siz mana shu mavzu haqida nimalar deysiz? Juda chiroyli suhbat bo'lyapti ustozlar ilm haqida. Xo'p, yoshlarga ilm olish yo'llarini, ilm olishda nimalarga ilm yuqishida nimalar zarurligini biz sodda, oddiy til bilan, hikoyat, rivoyatlar bilan bir yoshlarning qalbiga yetib borsa, yosh ota-onalarning qalbiga yetib borsa deb mana shu suhbatni uyushtirdingiz siz. Ming rahmat sizga. Rahmat. Ilmi tolib agar ilm olaman deb agar niyat qilgan bo'lsa, mammallik to'nini yechib, kamtarlik to'nini kiyish kerak ekan. Ana bu katta gap, zo'r gap. Shuning uchun demak ota-onasini duosini olish kerak ekan va otasini, onasini va ustozini duosini olish kerak ekan va hurmat qilish kerak ekan. Shundagina ilm u tolibga yuqar ekan. Ilm deyla o'zi nur deyla. Nur. Ustozni qalbidagi nur. U shogirdni qalbiga o'tishi uchun shogird ustozni qalbidan hurmat qilib, hurmatini joyiga qo'yish kerak ekan. Shunda ustoz ham mehr bilan, qalb bilan aytgan so'zi, aytgan ilmi tolibni qalbiga shundoq yopishar ekanki, xuddi haligi toshga o'yilgan ilm o'chmagandek yomg'ir qorda tolibni qalbiga o'sha tolib hurmat qilgan bo'lsa, ustozni qalbidagi ilm, nur o'shanga o'tar ekan tolibga. Shuning uchun biz mana yosh talabalarimizga faqat ustozni nuqsonini san ko'rmagin.
faqat fazilatini ko'rgin. Inson nuqsonsiz bo'lmaydi. Hammamiz insonmiz. Shuning uchun biz yoshlarimizga agar sen ilmlik bo'laman desang va odoblik bo'laman desang, ustozingni hurmat qil. Demak, ustozingdan o'tadigan ilm nur o'sha seni hurmating bilan, e'tiqoding bilan senga o'tadi. Agar kitobdagi ilm, satrlardan o'tadigan ilm, kitobga bo'lgan hurmatni oshirishimiz kerak ekan. Kitobni sevishimiz kerak ekan. Kitob ko'tarib yurganda faxrlanib yurish kerak ekan. Gardanini baland ko'tarib va belidan pastga kitobni qo'ymasligi kerak ekan. Kitobni ham hurmatini qilsangiz, muhabbat uyg'otsangiz, u satridagi ilmlarni sizni qalbingizga, quvvai hofizangizga o'chmas bo'lib yozilar ekan. Shuning uchun biz yoshlarga o'sha ustozni hurmat qilishni, kitobni hurmat qilishni biz yo'llanma berishimiz kerak ekan. Shuning uchun bir hikoyat bilan aytamizki, Abu Hanifa ustoz bo'lgan ekanlar, Abu Yusuf o'sha yoshlik davrlarida bir kambag'al, tirikchiliklari qiyin, otalari yo'q talaba ekanlar. O'qishda yaxshi o'qib tursalar, yaxshi ustoz talabani qalbidagi nurli ilmga bo'lgan ishtiyoqni biz sezuvchi bo'lar ekan ustoz. Abu Yusuf yaxshi o'qib tursalar, onalari kelib, "Sen o'g'lim yur, seni otang yo'q. Tirikchilik seni bilan biz ikkalamizni gardanimizda. Sen tirikchiligimiz qiynalib qolamiz, ketdi" deb onalari kelgan ekan. Ustozlar nima bo'ldi desa, "Ustoz, sizdan uzr so'raymiz. Bizni avlod ajdodimizdan unaqa ilmli odamlar chiqmagan. Biz kasbkor bilan tirikchilik qilgan odammiz. Shuning uchun bu ilm o'qib bu ishtimi bo'lmaydi-yu, bizga ruxsat bersangiz" deganlarda, ustozlari inakin o'ylab turib bir qutichada shundoq qutichaning ichidan bir toshni olib beribdilar onaxonga. Onaxon, "Mana shu toshni olib borib, ko'mir purishdan narxini so'rang. O'tin purishdan so'rang, buni chorvadordan so'rang, dehqondan so'rang. Oxiri bir zargardan so'rang" deb ina bir kabutarni tuxumicha keladigan toshni onani qo'llariga beribdilar. Ona borib ko'mir purishga aytsa, "Yaxshi toshga o'xshaydi, bir 5 paqir ko'mir beraman" debdi. O'tin purishga boshlasa, 10 bog' o'tin beraman debdi. Dehqonga borsa, yarim qop don beraman debdi. Chorvadorga borsa, bitta qo'zichoq beraman debdi. Axiri zargarga borsa, "Onaxon, bu toshni qo'lingizdagi gavharni bu shahrimizda oladigan, pul yetadigan odam yo'q. Bu qimmat. Buni boshqa kattaroq shaharga olib borib sotishingiz mumkin" deganda, onani fikrlari o'zgarib, "Mani bolamni qiymatini ustozlari sezibdilar. Bu sinovga bergan ekanlar bu gavharni" deb qaytarib olib borib, "Ustoz, meni kechiring. Siz otalarcha qilgan mehribonligingiz uchun rahmat. Men hamma narsaga chidayman. Bolamni haqiga o'yda duo qilib o'tiraman, siz o'qiting" deb bu ustozga topshirib ketgan ekanlar. Shundan keyin bular o'sha Harun ar-Rashidni davrida o'tgan ekanlar. Oxiri olim bo'lib, islom olamida qozi kuzzot degan unvonga ega bo'lgan ekanlar. Va hozirgi o'sha sudyalarni kiyib turgan formasini shular o'zlari chiqargan ekanlar. Ozgina o'zgarib kelgan ekan xolos hozirgacha. Olimlar va o'sha sudyalarni o'sha kiyadigan nimalarni ham shular o'zlari chiqargan ekanlar. Shuning uchun bizni haqiqiy ustozlarimiz agar shu bolani o'qitish kerak bo'lsa, demak o'sha ustoz sezadi, bola qaysinisi tortyapti, qaysinisi tortolmayapti-da. Shuning uchun biz ota-onalardan agar o'g'lingizda siz sezmagan iqtidor bo'lsa, ustozlarning gapiga xo'p deng, ko'ning va bolani kelajagiga ba'zi tushunmagan ota-onalarimiz to'sqinlik qilishi ham mumkin. Shuning uchun barcha yoshlarga biz
ota-onani, ustozi kitoblarni hurmat qilishi bir nasihat qilib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi, mehribon ustoz haqida juda chiroyli, ibratli hikoyalar aytdilar, hikmatlar aytdilar. Shu o'rinda Yusufxon akani so'zlarini tasdiqlaydigan Hazrat Navoiy ijodidan bir hikoyat keltiraman. Hazrat Navoiy mana Lisoni Tayrda shunday bir hikoyat keltiradi. Arastuni bilamiz, Arastu faylasuf bo'lgan, Arastuni bir shogirdi bo'lgan ekan. Bir shogirdi bo'lgan ekan, nihoyatda qobiliyatli. Yoshlik chog'ida yonida ulg'aytirib, unga o'sha maxfiy ilmlarni ham Arastu o'rgatgan ekan. Bir qancha shogirdlari orasida eng haligi donosi, zehnli shogird shu ekan. Endi Arastu bu shogirdni yetishtirib xohlabdiki, Iskandarga bir xizmatkor bo'lsin, Iskandarning yoniga bo'lsin deb unga alohida bir mehr ko'rsatib ta'lim bergan ekan. Xullas bu shogird hikmat bobida yuksaklikka erishib, hatto yig'inlarda o'sha Aflotun bilan ham talashib, tortishib bahs qilar ekan. Endi buni qarangki, kunlardan bir kun u ko'chadan o'tib ketayotganida nogahon birovni ishqi ko'ngliga tushib qopti. Endi bir nozanin, bir go'zal dilbarni ko'ribdi-yu, shunga oshiq bo'lib qopti. Faylasuf shogird xullas uni ishqiga mubtalo bo'lib, uni domiga giriftor bo'lgandan so'ng butun oshiqi zor bo'lib, uni vasliga yetish uchun harakat qilibdi. Oshiqda endi. Oshiq. Xullas o'qilib, bo'qilib qizni nikohiga olibdi. Bu qiz vasli qo'liga kirgach, qizni ya'ni o'zini qo'liga kiritib olgach, xuddi kofirlar kabi butparast bo'ldi. Ya'ni u go'zal qiz oldidan nari ketmay qoldi, haligi shogird. Endi kecha kunduz ko'zini undan olmasdan unga maftun bo'lib, kitobga qaramay qo'ydi dedi. U go'zal mahvashga shu qadar mubtalo bo'ldiki, shu qadar oshiq bo'ldiki, hatto ustozi ham esiga kelmadi. Ustozini ham unutib qo'ydi. Ustoz uni dedi, bu holga tushganini ko'rib, nasihat yo'li bilan chorasini topmoq istadi. Endi oshiq odatda nasihatni olmaydi. Qancha nasihat qilsa ham xullas u qabul qilmadi. Ustoz qarasa ilmu hikmatlari zoyi bo'lib, necha yillik chekkan zahmatlari bekor ketyapti. Benazir faylasuf har qancha o'ylab ko'rmasin, bu dardni davolashni bir ilojini topa olmadi. Oxiri maxfiy bir chora qo'llab, u go'zalga kuchli bir dori berdi dedi. Go'zal dorini ichgach, ohu fig'on tortgancha yiqildi. Ahvoli vaqt o'tgan sayin tobora yomonlashib bordi. Yigit uni tuzatish uchun choralar, tadbirlar ko'rdi, ammo hech dedi foyda bermadi dedi. U sanam, u go'zal sanam kasallikdan tuzalmadi. Bu mushkulotga mubtalo bo'lgan yigit chora topishga ilojsiz qolgandan keyin baribir ustozini oldiga keldi. Kelib bo'lgan voqeani aytib, g'amgin holda o'sha o'zini go'zalini og'ir dardga mubtalo bo'lganini aytdi dedi. Ustoz shogirdini haligi ko'rib, uni juda ham haligi o'zini o'sha yorini nikohiga olgan go'zalini salomat bo'lishni istaganini ko'rib, unga aytdiki, mayli men senga yordam beraman dedi. Tur debdi, sen xizmatga boraver. Iskandarga qulligingni bajo keltir, uni xizmatga bo'lib turur. Men bu qizni, bu ayolni debdi, davolayman debdi. Ustoz debdi, shogird ustozni gapini olib xizmatga ketgan. Ustoz kasalni davolashga kirishdi dedi. U me'dani tozalaydigan behad kuchli bir dori tayyorlab kasalga berdi dedi. Xasta bu dorini ichdi. Ustoz o'z mahramlariga kasalni holidan xabar olib turinglar. Kasal albatta qayd qiladi. Shu qayd qilayotgan payti bir tog'ora ushlab turinglar.
u nimaniki qutsa qayt qilsa tog'oraga olib qo'yilar dedi haligi. Qiz ichidan kelgan o'sha qiz ichidan kasallik keltirib chiqargan balg'amlarni hammasini o'sha tog'oraga qusdi, uzluksiz qayt qila boshladi. Bu paytda ustoz tashqarida edilar. Xastani deydi, na bir madori, na jismida bir qatra qoni qoldi. Undagi balg'am, safro, savdo va qon daf bo'lgach, sumanbar majolsiz bir holga tushdi deydi. Kechqurun yigit uyiga qaytadi. Donishmand unga kirib, yoringga boq. Uni ahvoliga bir nazar sol deydi. Shogird uyga kirib, o'zini avvalgi sho'x va dilkash go'zal yorini ko'rmaydi. Ammo qarasa, mahbubasi o'rnida burishib ketgan bir noxush jism yotibdi. Chunki kasallikdan uni butunlay o'sha chiroyi ketdi-da endi. Chiroyi ketdi. Yigit uni taniy olmay, "Mening yorim qani? Sarv bo'yli lola ruxsonim qani? Mahbubam qani?" deb so'radi. Hamma narsani chuqur biluvchi donishmand olim buni eshitib turdilar-da, endi u kishi tadbir qilyapti-ku. "Men bergan idishni keltiringlar" dedilar. "Nozaninni oshig'iga yetkaringlar" dedi. Bu so'zni eshitganlar idishni olib keldilar. Idishni ichi to'ra axlat, balki yomon narsalar, qusqi bilan to'lgan edi. Undan o'sha sassiq hid ham bursib turardi. Shunda ustoz shogirdiga qarab, "Ma, ol, seni parizoding, go'zaling mana shu. Gul yuzli sarvi qomating ham mana shu. Sen mubtalo bo'lgan shu narsadan bo'lak narsa emas. Sen shunga oshiq va maftun bo'lgan eding", deydi ustoz. Bu so'zlarni eshitgan yigit ustozi oldida xijolatda qoladi. Ustoz uni bu qiyin ahvolda ko'rib shunday deydi: "Ey farzand, ehtiyoj tufayli unga emas, aslida senga iloj topdim." Qarang, ehtiyoj tufayli unga emas, aslida senga iloj topdim. Sen yana oshiqsan, u mahbubangdir. U yana seni shaydo aylagan yoring bo'lib qoladi dedilarda, ammo sen shu ilm olishingda davom etgan. Keyin yana shunday bir ajoyib gapni aytgan ekan, ammo bu xil oshiqlik ey tushkunlikka uchragan kishi pok ishq ahli oldida uyatlidir deydi. Mana ko'rdikki, bu yerda demakki haligi ustoz, mehribon ustoz, murabbiy o'zini juda ham qobiliyatli, hozirgi til bilan talantli, tirishqoq shogirdini g'amini yedi. Agar uni shu ahvolga qo'yganda edi, u haligi hamma narsani esidan chiqargan edi. Ilmni ham, ustozni ham, lekin uni azbaroy o'sha qobiliyati, azbaroy o'sha ilmi ustoz shunday bir tadbir qildi va shogirdini yana hayotga, yana ilmga qaytardi. Hali oxiri aytdilar-ku, aslida men unga iloj qilganim yo'q, senga iloj qildim deyaptilar. Mana hayotda demak mana shunday ustozlar ham bo'ladi va mana shunday shogirdlar ham bo'ladi. Dasturimiz davom etadi. Navoiy g'azali Xorazm Rost maqomidan Nasru Bayot ijro etadi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Qo'qon ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'quvchisi Ayubxon Rustamov. Akşam geldi gülmem sağ Rul gül ruh ştabayla Xravmi su ratidin gül uzak haydi
çekip müzgan şablablar kibi can qastığa hancar ey biliga zul fa'an barbar ردن مشکین کناو بایلاو دیگه از فعن در باو ردن مشکین کناو بایلاو کلی bultur diyor ilkim çekip yavniyim dayır birdi yavrum bana takelluf başladın harlav zıdın duri şavlaylam yavrim ben yavrim ben yora küydüm yavray yora بلاو كشفاو شغل منسيز نيچيغدر سنا min oldum laul aytal nayıl nayli cevablayam yavrinan cavrinan yora küydüm yavray yavray oni kim iltgayvasni uykusu işrat mundağay navaidik yatar tavsın خماق شرطار كخوایلاو نواویدیک یا ترتاوسون خماق شرطار كخوایلاو albatta har birimizda atrofdagi oila a'zolarimiz, yaqinlarimiz, hamkasblarimiz, yurtdoshlarimiz bir-birimizni oldimizda juda ham haqqimiz, bir-birimizda hurmatimiz juda ham ko'p bo'ladi. Bu haqlarning ichidagi eng ulug'lardan biri bu ustozlarning haqlari. Shuning uchun Sayfiddin Sayfullo domlamiz Navoiy ijodida ustoz haqqi mavzusini tayyorlab, bugun mana ustozlar bilan sizlarga o'zlarini hayot yo'llarida topgan tutganlari ilm xazinasidan ma'naviy ta'limotni barchamizga tuhfa etmoqdalar. Buning uchun Sayfiddin domlamizga minnatdorchilik bildirib, ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymizda va keyingi juma oqshomida sizlar bilan diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar.